Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Sirdaryo viloyati soliq boshqarmasining bugungi brifingida jismoniy shaxslar tomonidan 2024-yilda olgan yillik daromadlari to'g'risida deklaratsiya taqdim etish tartibi hamda shu mavzu yuzasidan kelib tushgan savollarga javob berib o'tamiz. Xabaringiz bor, 1-aprel daromadlar to'g'risida deklaratsiya taqdim etishning oxirgi kuni. Soliq to'lovchilar Soliq kodeksining 393-moddasida ko'rsatilgan daromadlari to'g'risidagi jami yillik deklaratsiyani hisobot yilidan keyingi yilning 1-aprelidan kechiktirmay taqdim etishi va hisoblangan soliq summasini 1-iyunidan kechiktirmay to'lashi belgilangan. Shunga ko'ra, O'zbekiston rezidentlari ushbu sanaga qadar 2024-yilda olgan quyidagi daromadlari to'g'risida jami yillik daromadlarini deklaratsiya topshirishlari lozim. Noturar obyektlari va 36 kalendar oydan kam muddatda mulkida bo'lgan turar joylarini sotishdan hamda yaqin qarindoshi bo'lmagan shaxslardan hadya tartibida foiz va dividend ko'rinishida olgan daromadlari, ilm-fan, adabiyot va san'at asarlarini yaratganlik hamda ulardan foydalanganlik uchun mualliflik haqqi tariqasida olingan summalar moddiy naf tarzidagi O'zbekiston hududidan tashqaridagi manbalardan olingan, soliq agentlari bo'lmagan manbalardan olingan hamda soliq agenti tomonidan soliq ushlab qolinmagan boshqa daromadlari kiradi. O'zbekiston Respublikasi rezidenti bo'lgan chet el jismoniy shaxslari ham 1-apreldan kechiktirmay daromadlari to'g'risidagi deklaratsiyani taqdim etishi lozim. 2024-yilda olingan daromadlar to'g'risidagi deklaratsiya may3.soliq.uz saytidagi shaxsiy kabinet orqali yuboriladi. Eslatib o'tamiz, 1-aprel jismoniy shaxslar tomonidan jami yillik daromadlar to'g'risidagi deklaratsiya topshirishning oxirgi kuni hisoblanadi. Shunday ekan, deklaratsiya to'g'risidagi hisobotlarni taqdim etishni unutmang. Sirdaryo viloyati soliq boshqarmasi tomonidan tayyorlangan bugungi brifing uchun ma'lumotlar shulardan iborat. E'tiboringiz uchun rahmat.